Arimiz qancha asal olib kelyapti? Hozir yana ko'rib olamiz. 67 kilo rovna bo'lgan ekan. 75 kilo 100 gram. 75 kilo desak ham 75 kilodan 67 ni ayirsak bizda 8 kilo kelyapti. Bu bizda bir haftaga. O'tgan yakshanba tartgandik. Bugun shanba kuni bir haftaga 8 kilo juda ham zo'r natija. Sal gilos va mana bu sariq o'tlar Suryepkadan kelyapti. Olmalar ham sekin gullayman deb boshlayapti. Bir-biriga ulanib ketadi. Xudo xohlasa shira uzilmak, asal yig'ib olamiz degan umiddaman. Assalomu alaykum hurmatli asallarchilar. Bog'lar mana tugadi. Mana sariq gullardan Suryepkadan ishlayapti arilar. Bugun nechinchi sana Fayaz? Bugun 13 aprel. Tarozimiz 85 kiloyu 200 gramda to'xtadi. Oxirgi 4 kunda уже katta plyuslar kelmayapti. 200 gram, 300 gram kelyapti. Sizlarga bir yashillik ko'rsataman. Bu yashida biz sinov uchun qoldirgandik. Rasplot olmaganmiz tarbiyalovchi oilalar uchun. Qaysi biri foydali bo'ladi, farqini bilish uchun. Paket sotgani yaxshimi? Mana bu tarbiyalovchi oilaga rasplot olgan foydalimi yoki tek qo'ysam qancha asal yig'adi, shuni ko'rmoqchi edim. Mana aprelda o'zida уже 85 kilo bo'pti. Izohlarda bir yozinglarchi, necha kilo asal chiqadi shu yashidan. Bunaqa yashik bitta emas, bir nechta yashik qolgan. Keyin joydan emas, joyim oqtarmanglar iltimos. Bunaqa 500 gektar, 300 gektar bog'lar emas, oddiy bog', aralash. Hamma gap arida. Asallarni ko'ryapsizlar. Kuchga to'lgan. Keyin men bularda avgust oyida boshida chumoli kislotasi bilan shotkalab dorilaganman. Oktyabr oxirida, noyabrda 3 marotaba shavel kislotasi bilan rasplot yo'q paytida dorilab chiqqanman. Shu qishga kanasiz toza kirgan arilar bahorda mana yaxshi rivojlandi va shunaqa natija berdi. Nima uchun bu biz tajribani qilganmiz? Kelajakda qaysi tarafga yurish uchun, qaysi yo'nalishda rivojlanishni bilish uchun. Iloji boricha biz bilgan o'sha paxta, yantoqda asaliga mo'ljal qilmasdan ungacha asal olishda harakatida bo'lish maqsadida shu tajribani qildik. Qancha asal yig'ilishini bir ko'raylik degandik. Yaxshi natija, yomon emas. 25 kilo asal olgan holatimda ham yaxshigina summa bo'ladi. Bu kamyob asal bo'ladi, juda hidli, shirin. Keyingi endi xudo xohlasa 6 ramkalik korpus yashikni ustiga
magazin qo'yib shuni sinayman. Asal olish qulayligini oshirish uchun. Bunaqangi orqasidan asalni qoqib olaversa, уже rivojlanish tez bo'lmaydi. Hozir уже ishchi kuchi qimmat, kamyob. Hamma ishda iloji boricha oson bitadigan tarafiga rivojlantirish kerak. Mana kuzatishda davom eting. Qiziq tajribalar bo'ladi, Xudo xohlasa. Hammaga omad, hammaga katta rahmat.